Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga xush kelibsiz. Hozir taniqli shifokor, olima Oydin Solihning haqiqiy tibbiyot kitobini audio shaklida e'tiboringizga havola etamiz. Ushbu loyihani Oydin Solihning xotirasiga bag'ishlaymiz. U kishining ilmi va tajribasi barchamizga foydali bo'ladi degan umiddamiz. 14-qism O'zak hujayra. Organizmda umumiy yo mahalliy genetik o'zgarishlarni amalga oshirishda o'zak hujayradan ko'ra ta'sirliroq bir vosita bugunga qadar topilmagan. Urug'lanishdan bir necha kun so'ngra ona rahmida 220 xil hujayraga aylana oladigan embrionik o'zak hujayra paydo bo'ladi. Nazariy jihatdan butun kasalliklarni o'zak hujayra bilan davolash mumkin va bir qator davlatlarda bu yo'nalishda tajribalar olib borilmoqda. Bu tajribalar ijobiy natija bersa, kasalliklarni davolashda yangi bir davr boshlanadi hamda dori iste'moliga hojat qolmasligi mumkin. Faqat embrionik o'zak hujayraga qo'llanishga doir axloqiy xavotirlar sababli muqobil o'zak hujayra manbalari izlanmoqda. O'zak hujayra olishda keng tarqalgan 10 haftalik to'ng'izning quloq to'qimasi va suyak iligi, to'ng'iz endometrium hujayralari va yosh ayollarning hayz qoni qo'llaniladi. Bu manbalardan olingan sodda hujayralar laboratoriya sharoitida o'zgartirilib, rivojlantiriladi hamda yangidan dasturlanadi va nihoyat embrionik o'zak hujayraga aylantiriladi. Embrionik o'zak hujayra vujuddagi har qanday hujayraga aylana olish qobiliyatiga ega. Hatto to'ng'izdan olingan o'zak hujayralar ham genetik jihatdan o'zgartirilib, insonga xos har qanday bir organ holiga keltirilishi mumkin. Bundan tashqari, yosh ayollarning hayz qoni va to'ng'iz endometriumidan olingan o'zak hujayralar terini yoshartirish, soch to'kilishini to'xtatish, tish, milklar, kuyuk, yara va siniqlarni davolashda qo'llanilgani kabi nevralgiya, diabet, yurak-tomir kasalliklari, ko'z kasalliklari, yallig'lanish, teri kasalliklari kabi sohalarda ham qo'llanilishi mumkin. Har bir insonda bu kasalliklardan bir yoki bir nechtasini uchratish mumkin bo'lganiga ko'ra, har kim o'zak hujayra davolashi bilan tanisha oladi. Shunday ekan, o'zak hujayra qo'llanilishi insonni qayerga olib boradi? DNK oid bo'lgan organizmning barcha xossalarini tashiydi. DNK ikki turda bo'ladi: yadro DNK va mitoxondrial DNK. Mitoxondrial DNK onadan keladi. Hujayradagi joylashgan o'rni esa mitoxondriyadir. Mitoxondriyalar energiya manbalaridir. Ushbu energiyaning bir qismi organizm ehtiyojlarida, qolgani esa ruhiy rivojlanishda qo'llaniladi. Har ikki DNK ham nihoyat daraja uzoq muddatlidir. Boshqa bir organizmga oid DNK og'iz yo'li orqali emas, inyeksiya vositasida to'g'ridan-to'g'ri qonga yuborilsa, inson DNKsiga qo'shishi mumkin. Hayotning so'ngigacha badanida, jasad chiriganidan so'ngra esa qoldiqlarida ming yillarcha buzilmasdan qolaveradi. To'ng'iz endometrial o'zak hujayrasi bilan birga resipiyentga to'ng'izning yadro va mitoxondrial DNKsi o'tadi. To'ng'iz DNKsi resipiyent genomiga qo'shishi mumkin va to'ng'izning jismoniy va ruhiy xususiyatlari resipiyentga o'tishi mumkin. Ayni holat hayz qonidan o'zak hujayra naqli qilingan resipiyent uchun ham xosdir. Zamonaviy tibbiyotning tadbiqotlari bilan diqqatla tanishgan kishi oson payqay olganidek, bu tadbiqotlarni bosh maqsadi hujayralarni mutatsiyaga duchor etish va yangidan dasturlash,
immunitet tizimini chop etish, oqibatda energiya manbai dohil hujayraning butun funksiyalarini nazorat ostida tutishdir. Har fursatda farqli yo'llarda organizmga qo'shilgan genetik material immunitet tizimining himoyasini ishdan qoldirish va o'z xususiyatlarini ustun qilish uchun faol ishlarkan. Immunitet tizimi bor kuchi bilan bunga qarshilik qiladi. Bu urush immunitet tizimining g'alabasi yoki mag'lubiyati bilan yakun topadi. Immunitet tizimining bu kuchli mutagenlarga qarshi g'alabasi kishining ulardan qo'llanmasligi yoki qo'llanishiga majbur bo'lgan paytidagi undagi niyatga bog'liq bo'ladi. Immunitet tizimi ishdan chiqib, hujayradagi butun jarayonlar va energiya ishlab chiqarish uning himoyasi ostidan chiqqanida esa inson o'zidagi xos xususiyatlarni yo'qotib, boshqa bir maxluqning xususiyatlarini o'zlashtiradi. Yana bir boshqa o'zgarish bilan inson rekombinant DNK mahsulotlari, o'zak hujayra va lazer ta'siri bilan inson maymun to'ng'iz ximerasiga aylanadi. Qur'oni Karimda bu haqiqatni aytgan oyatlar bo'lmaganida, ehtimol bu bir xayol deya qabul etilishi mumkin edi. Ayting, sizlarga Allohning huzurida bundan ko'ra yomonroq jazo oladiganlar haqida xabar beraymi? Ular Allohning la'natiga duchor bo'lgan, g'azabiga giriftor bo'lgan va maymun, to'ng'izlarga aylantirib qo'yilganlar hamda tog'utga qul bo'lgan kimsalardir. Yana o'shalar eng yomon martabada bo'lgan va to'g'ri yo'ldan butunlay ozgan kimsalardir. Moida surasi 60-oyat. Iblis: sen loydan yaratgan kimsaga sajda qilurmanmi? dedi. Isro surasi 61-oyat. Qizig'i shundaki, inson qadamma-qadam oldinga odimlagani, bu chigal ilmiy taraqqiyot ichida unutgani haqiqatni xotirlay olsa, sog'lom bo'lish yoki kasallikdan xalos bo'lish uchun hech narsaga va hech kimsaga ehtiyoji yo'qligini ko'radi. Qur'oni Karimda, hadislarda, buyuk olimlarning kitoblarida aytilganlar ham aslida mana shudir. Kasallikning boshlanishi va rivojlanishi. Noto'g'ri ovqatlanish, ya'ni tabiiy bo'lmagan yeguliklar, kam chaynash va ortiqcha yeyish bilan birga oshqozon va ichaklarda kirib, moyalangan ozuqalarning metabolizm qoldiqlaridan bir qismi tashqariga chiqariladi. Bir qismi to'qimalarda birikadi. To'qimalardagi qoldiqlar ortgani sayin yallig'lanish va gaz paydo bo'la boshlaydi. Bu yoquvchi modda va gazlar to'qimalarda og'riq, yallig'lanish va allergiyaga yo'l ochadi. Bu orada kasallikning har qanday turi yuzaga kelishi mumkin. Lekin immunitet tizimi bu holga mudohala etadi. Harorat oshadi va qonni isitib, nafasni, yurak urishini va qon aylanishini tezlatadi. Isigan qonda to'qimalarni tozalash vazifasi yuklatilgan mikroblar, leykotitlar va limfotitlar ko'payadi. Immunitet tizimi shu tarzda zararli bakteriya va viruslarning ko'payishiga to'siq bo'ladi va to'qimalarni toksinlardan tozalashga ishlaydi. Jumladan, bolalar shol virusining urchish tezligi 40 gradus Selsiy darajada 250 marta ozayarkan. O'pka shamollashidan mas'ul bakteriya 41,1 gradus Selsiy darajada yo'qoladi. Vujud bunday erigan zararli moddalardan qutulish uchun farqli yo'llar bilan qo'llanadi. Bodomsimon bezlardan shish va yallig'lanish, teridan terlash, to'kilish va husnbuzarlar, o'pkalardan yo'talish, miyadan aksirish, burun qonashi, burun oqishi, bolg'om oqishi, bosh va quloq orqasi yaralari, quloq kiri va yallig'lanishi, buyraklardan siydik,
oshqozon va safro kosasidan qusish, jigar va ishaklardan ich ketishi bilan tashqariga chiqib qutuladi. Soch to'kilishi va tirnoq uzayishi ham toksinlarni vujuddan uzoqlashtirish yo'lidir. Bu simptomlarning hech biri kasallik emas, balki kasallikdan qutulishdir va immunitet tizimining normal mudofaa mexanizmidir. Shunday ekan, haroratni tushirish, yo'talni to'sish, burun oqishini to'xtatishga urinish, antibiotik iste'mol etish, bodomsimon bezlarni oldirishlar immunitet tizimiga qilingan buyuk bir nohaqlik va zulmdir. Bundan shuni anglaymizki, Alloh sog'liqqa taalluqli butun xatolarimiz evaziga ham cheksiz rahmati ila muomala etadi va har qadamda bir najot yo'lini ko'rsatadi. Faqat odamlarning aksari Allohning har qadamda lutf etgani rahmatiga isyon va xiyonatla javob beradi. Insoniyat tarixining hech bir davrida bu qadar zararli, bu qadar mo'l va bu qadar turfa xil yegulik bir joyda iste'mol qilinmagandi. Buning oqibatida bugun insonning jigari axlatxonaga, vujudi kasallik botqoqiga aylangan. Bu ahvoldan dori yoki jarrohiy mudohalalar bilan qutulishni o'ylash tahlika miqyosini anglamaslik natijasidir. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Kitobning keyingi qismi keyingi videolarda.